Assalomu alaykum akalar. Bugun biz Metal Mart Mesh kolxoz filialidagi temir gullar do'koniga tashrif buyurdik. Bugungi temir gullar narxi bilan tanishib o'tamiz bu yerda. Bu yerda bizga Zaynomin aka yordam beradi. Assalomu alaykum, Xormay aka. Salomat bo'ling. Mesh kolxozda eng ko'p sotilayotgan temir gullar tanishib bera olasizmi aka narxi bilan? Eng ko'p sotilayotgan lazer gullarimiz sotilyapti. Misol uchun 10 ga 1 metr lazer gullarimiz strapli qo'yiladigan 27,5 ming so'mdan chiqadi. Demak, shuni bugungi narxi 27,5 ming so'm. 27,500 so'm. Shu turishi aka? Shu turishi. 27 ming. Juda ham arzon. Xo'p. Bunisi bor. 33 ming so'm turadi. 33 ming. Demak, bu lazerimiz 33 ming so'm. Aha. Juda ham arzon. Bulardan bor mana. Bular 35 ming so'm. Shularga mos burchak lazerlarimiz ham bormi aka? Bor albatta. Bu yoqqa kelaveramiz. Tarafimizda. Juda ham chiroyli burchak ekan. Aka, bu narxi qanaqa bo'ladi? 75-80 ming atrofida. 75 mingdan boshlanadi demak. Bugun ayni 24-avgust sanasidan 75 mingdan boshlanadi. Aka, buni razmeri qanaqa bo'ladi aka buni? 80 ga 80. 80 ga 80. Stenasi-chi? 2 lista bo'ladi. Demak, 2 lista stenasi shunaqa bo'ladi. Qora gullarimiz bor. Qora gullarimizga. Hop, 25 ga 1 metr. 70 ming so'm. Shuni o'zi 25 ga 1 metr. 25 ga 1 metr. Bu ham 70 ming so'mdan boshlanadi. 70 ming so'mdan. 125 liklari bor, 75-80 ming atrofida chiqaveradi. Hozir demak, mana bu 1 metrlik 1 metr, 25 ga 125. Ha, ko'rinishda. Bularni hammasini o'zlarining didiga moslab yasab berasizlar aka? Holatga qarab moslab chiqarib beraveramiz. Burchak gullarga moslab, bir-biriga uyg'unlashtirgan holda. Demak, bu yerda barchasi 75 mingdan boshlanadi. 70 ming, 75 mingdan boshlanadi. 70-75 mingdan boshlab bugungi kundagi narxi. Bugungi kundagi narxi. Bu yerda katta burchak ekan aka bular. 1 metrga 1 metr gullar. Demak, 1 ga 1 bular. Bular 1 ga 1. Stenasi bir xil bo'ladi. Stenasi 2 lista hammasi. Hozir demak bu katta ekan, demak narxi ham balandroq bo'ladi aka. Narxi balandroq. 80 ming, 100 ming atrofida. 80 mingdan boshlanadi. 80 mingdan 100 minggacha. Bularimiz bor. 106 ming so'm mana. Bu ham 1 metrga 1 metr. Aka, hozir klientlarimiz juda ham profil gulni so'rashyapti. Bizga narxi bilan tanishtirib bera olasizmi? Xo'p. Profil gullarimiz mana bu yoqda chiroyli 60 ga 1 metr 87 santimetr. Bularimiz narxi 227 ming so'mdan. Demak, shuni o'zi hozir 207 mingdan boshlanadi. 227 ming so'm. 227 mingdan. Albatta. Bularimiz bor. Bularimiz bor. 60 ga 172, 222 ming so'm narxi. Bugungi narxi 60 ga 1 metr 92 santimetr. Bularimiz narxi 230 ming so'm bugungi narx. Bugun 230 mingdan boshlanadi. 230 ming so'mdan. Juda ham chiroyli gullar ekan. Mana bu gullarimizni aksiyaga tushirdik. 60 ga 1 metr 78 santimetr 236 ming so'm. 236 ming. 250 ming. Demak, bu aksiya narxi. Bu aksiya narxi 250 ming so'mdan sotiladi. Mana bu yerda bu gullar keldi. 60 ga 2 metr. Bu tarafdagisi 60 ga 2. 60 ga 2, 224 ming, 250 ming sotilgan. Bu ham aksiyada. Aka, mana bu gul juda ham chiroyli ekan. Qanaqa gul aka bu? Xo'p. Baryerlarga qo'yilib, perilalarga qo'yiladi. Baryer va perilalarga qo'yiladi. 66 ming so'm narxi. Demak, bugungi narxi 66 ming so'm. 66 ming so'm. Naviylashtib baryerlarga juda ham high-tech fasondagi temirlar qo'yapti. Shular narxi qanaqa bo'ladi aka? Bo'ladi. Juda ham qiziqishyapti klientlarimiz. Bu yerda high-tech fasondagi. Demak, shunisi high-tech fason deyiladi. High-tech fasonda 27,500 so'm bugungi narxi. Bugungi narxi 27,500 so'mdan boshlanadi. Aka, bunaqa necha xil turi bor bu yerda? Bu yerda har xil 10 xil atrofda gulimiz bor. Bularimizdan bor. Bu ham high-tech fason. Demak, bu ham high-tech fason. 21,500 so'mdan chiqyapti. 21,500 so'm. Hozirgi paytda eng trendga tushayotgan high-tech fasondagi gulimizga so'z olasizmi aka? Eng trendga chiqayotganlari kelaveramiz. Bu yerda assortiment juda ham ko'p ekan aka. Bu yerda assortiment ko'p. Eng trenddagi, hozirgi bugungi kundagi trenddagi gullarimizdan biri. Demak, mana shunisi bugungi trenddagi 47 ming, 50 ming atrofida chiqadi. Endi bu yerda mana yangiligimiz keldi. Bularni ham ko'rib ko'ramiz. Xo'p. Bunisi bor mana. Xo'p. 33 ming so'mdan. Demak, bular qani 33 ming so'mdan. Juda ham chiroyli chiqar ekan. Ko'rsanglar bo'ladi ana. Bo'ylari 60 santimetr. Boshqacha ekan. Yumaloq fasonda. Aka, katta rahmat. Salomat bo'ling. Xizmat bo'lsa kelaverasizlar shu yerda. Agarda sizga ham shunga o'xshash sifatli va hamyonbop narxdagi temir gullar kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi nomerlarga qo'ng'iroq qiling.